Bugun dunyo o'zgardi. Endi biz yer egalari yoki sanoatchilarga emas, balki platforma egalariga bo'ysunamiz. Bu texnofeodalizm davri. Google, Amazon, Meta ular faqat texnologiya kompaniyalari emas, balki ular yangi davr egalaridir. Biz esa ularning raqamli qullarimiz. Biz bepul video ko'ryapmiz, bepul ilovalar ishlatyapmiz. Lekin aslida biz o'zimiz haqimizdagi ma'lumotni beryapmiz va bu ma'lumot oltin qiymatida. Mehnatimiz uchun ish haqqi olmayapmiz, balki algoritmlarga xizmat qilyapmiz. Kim ko'rinadi, kim yo'q, bularning barchasini ular belgilaydi. Hatto bizning fikrlash tarzimizni ham. Texnologiya bizni birlashtiradi, lekin u bizni yana yangi asoratga ham solmoqda. Bu kapitalizm emas, bu texnofeodalizm. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni bilish uchun kanalimizga obuna bo'ling.